Oling quda. Oling. Qarang. Shunda odamni sharmanda qildingiz. Opa! Kirmay qo'ya qolaylik Bilasizmi, deydilar. mani qizimchi xor qildi. Baqirma qizingni qo'shnilar eshitadi sharmanda Qilib bo'ladi. uzatganman men unga, bilasizmi? Opa, yurak bag'irlarim. O'zini sekin gaplar, xudolar eshitmasa kirmay qo'ya qolgan. Qizim mani oppoq quyonchadek xor qildi hozircha. Dabdalasi chiqazib etib tashlayman. Opam yuziga hammasini etib tashlayman. Hozir yirtaman. Majburiy odam sharmanda qilmagin. Oysha quda, oching eshikni. Oching. Odamni sharmanda qilma. Voy, tinchlikmi quda? Sizni kiring. Voy, yomon ko'raman sizni. Quda, men sizni oling qo'lingizda. Men sizni yomon ko'raman. Mana qizimmi? Xor qilding-a. Yegisi kelganda yedirmading narsalarini. Nima deyapti? O sanchi, sen buni qilishdingiz? O qo'l kerak bo'lgan ekan senga. Mani qizimni xor qildi, ushaman qo'limni. Odamlar. O sanchi basharing yo'qman seni. Bo'lmasam, nima bo'lyapti sizga? Yuring, uyga kiraylik, gaplashib olamiz. Quyonchani uzatganman seni. Juda qattiq adashdim, oqardi sochim, yorildi boshim, juda Quda, yuring bag'rimni ezvordingiz. Endi birga ichamiz. Yuring. Oling quda, oling. Qarang. Voy. Chiqgan juda. Quda. Idi suda. O'sha. Ana shu boru. Yo'q, o'g'lim. Ko'rnamay bola. Ha. Vashi o'zchi. Umuman yoqtirmayman, boru. Mana qizimni tashlagani keladi-ku uyimga. Yo'q, ko'rmaydi, qizimni tashlab ketadi. Nima men uni yeb qo'yamanmi? Qizim boru, qizim. Kelin. Ha. Shalpagan boru. Qizligidachi kim olsa ham peshonasi sho'r ekandirdim. Ishonasizmi quda? Shunaqa. Ko'l-ko'rni qorong'ida topatib shuni aytadi. Lekin biz zo'rmiz quda, shunavada. Voy tavba.